Hormayli charchamayapsizlarmi? Bugun 20-aprelda bozorda haftalik ko'rib chiqish va yaqin zonalarni belgilab olamiz. Xo'p, bozorda juda ham katta volatilность kirib kelganda, ayni mana shu sababli neft tankerlari o'tadigan o'sha Erondagi Ormuz bo'g'ozini ochilishi va yopilishi bilan juda ham kuchli bo'ldi. Shaxsan o'zim ham fundamental analiz qilganda teskari ta'sirlarga juda ko'p guvoh bo'lyapman. Ya'ni neft tankerlari yo'li ochilganda neft quladi, lekin oltin baravariga uchib ketyapti. Ayirboshlash sikli boshlanadigan vaqtda bozorda aksiyalarni birjadagi narxini ushlab turish uchun yangilikni mana yoninglarga ochib turibman. 430 milliardlik kapitalizatsiya kiritilyapti. Ya'ni bu tarixdagi 1891-yildagi eng kuchli harakatlardan bittasi bo'ldi deb aytilyapti. Endi bozordagi bu pul massasi avtomatik kapitalizatsiyasi oshgan aksiyalar, kompaniya aksiyalari oshdimi, demak soliq aylanmasi oshib, dollar qadri oshadi. O'sha vaqtda oltin tushishi kerak edi, ammo oltin juda ham katta impuls bilan o'sha kunni o'zida katta, ya'ni torpedit deyishadi, qulash deydi. Dollar indeksi baravariga qulash bilan birgalikda bizada oltinda ham gapni hosil qilgan. Bu narsa bozorda juda ham katta kutilma bor, ya'ni yaqin orada juda ham kuchli harakatlar kutilayotganini bildiradi. Xo'p, endi biz haftalik analizni ko'rib chiqamiz. Sizlarga hozir qisman yangiliklarni ko'rsatib o'tyapman. Nimaga bunaqa bozor tushunarsiz bo'lib qolganligi haqida. Xo'p, bozorda ketma-ket chiqayotgan yangiliklarni o'qib ulgurmasdan turib, bozorda juda ham katta Tramp va o'g'liga tegishli bo'lgan ma'lumotlar, xabaringlar bor, juda ham katta o'zgarishga sabab bo'lyapti. Yangilikdan 20 daqiqa oldin Tramp сделкani xuddi o'g'liga aytgandek, yangi trader kiryapti, 7 million dollarlik neft uchun o'sha yo'l ochildi degan yangilikdan oldin qulashga bitim ochilyapti. Umumiy tasavvur qilyapsizlarmi? Yangilikni 20 daqiqa oldin bilib tursizlar qaysi tomonga ketishini, to'liq marjada сделка ochilyapti. Xo'p, endi gap qisqa qilib, oltinni grafikidan o'sha analizni boshlaymiz. Fix Open Broker'da analiz qilish xavfli, shuning uchun men sizlarga tavsiya qiladiganim Sahoda analiz qilishinglar kerak. Xo'p, how USD Saho deganda mana shu yonidagi grafikni nazarda tutaman. Xo'p, Saho. Kimdir boshqa birjalardan qilib yoki analiz grafiki bilan solishtirganida bu yerda ancha katta o'zgarish sezib qoladi. Fix Forex CM bilan ham kuchli seziladi. Fix CM maniki Forex.com-niki, Fix CM-niki. Xo'p, biz ayni mana shu grafikda analiz qilishni tavsiya qilaman. Bu Saho banki bilan deyarli birga bir. Saho bankini ko'p qidirib o'tirmadim. Xo'p, kunlik tahlilda ko'rib chiqadigan bo'lsak, oltin uchun juda ham kuchli minimumga hujum bo'lgan, ya'ni gap deyarli PDL-dan pastda ochilgan. Xuddi shu kabi haftalik minimumga tushish ehtimoli yo'q emas. Endi sabab nimaga? Birinchi o'rinda weekly FVG, ya'ni bozordagi kuchli haftalik FVG dan impuls bo'lganligi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Xo'p, bizda birinchi targetni olishimiz kerak bo'lgan joy bu PDL-ni yechilishi edi. Targetni bozor birdaniga olib qo'ydi, e'tibor qilgan bo'lsanglar. Mana bu yerga haftalik FVG-ni 0.5 ga liniya qo'yib olaman deb o'chirib tashladim. E'tibor qilinglar, haftalik FVG-ni tagida yopilyapti. Bu 4 soatlik svecha ham, 1 soatlik svecha ham haftaga yopilyapti. Haftalik FVG-ni tagida. Bu degani sizlar uchun yana davomiy sell degan. Xo'p, qanaqa qilib yana sellga kirsak bo'ladi? Xo'p, bizda eng yaqin zonalarni belgilab olishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu o'zini o'sha gapda hosil qilgan minimumi. Undan keyingi likvid modellari, ya'ni bu bozorda avvalgi trend aytishadi ko'pchilik chet ellik treyderlar, lekin bu trend likvidi deb ham qarash mumkin. Xo'p, hosil bo'lgan minimumgacha bo'ladigan holat bu eng kuchli SSL likvidi bor. Mana shu yerda hosil bo'lgan. Targetni shungacha olishimiz mumkin. Faqatgina bozorda yo'nalishini bilib turib, tasdiqlar bilan kimdir faqat klassikada ishlasa, ularda qanaqadir modellar ko'ra olsagina.
hozir bozorda shunchaki global yo'nalishini bilib olishinglar uchun analiz qilyapmiz xolos. 1 soatlik time frame va 15 ga o'tib turib filtrlashga harakat qilib ko'ramiz. Hozirgi turgan joyida agar minimum yetishni boshlamasdan yana maksimum yetishni boshlayversa, bir marta tepaga chiqib keladi. Ko'rib turgan bo'lsanglar, maksimum yetishni boshlaydi. Bizga agar yana bitta minimum yasab turib tepaga borganda joyidan yana sell kirish mumkin. Birinchisi 4766 ga, ikkinchisi 4750-51 narxda, 4700 da eng oxirgisi. 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, SSL eng kuchlisi turibdi. Bu yerda liquid modellardan bittasi 4725 da. Hozirgi joyidan ham sell ketib yuborishga haqli. Nimaga desanglar, juda ham katta volatilность dollar indeksiga kirib kelib o'sishiga sabab bo'lyapti. 4 soatlik time frame, haftalik time frame. Bularni hammasini analizini berib qo'yilgandi. Bu osmondan olingan emas. Hammasi grafikda kanalimizda, privat kanalda berilgan. Xo'p, endi mana shu joyda analizda berib o'tilgan joydan tashqari endi bizada valyutniy rinkdan funt dollarda yo'nalishini ko'rib o'tamiz. Xo'p, daily time frame ga oladigan bo'lsak, down trendda juda ham kuchli yorib chiqish bo'lgan. Hamma bu yerda xulosani bo'ldi, o'zgardi deyish mumkin. Haftaga ham olib o'tamiz. Bu o'zidan o'zi o'zgargani yo'q, juda ham kuchli sell order block deydi. Kunlikda yana xuddi shu joyda imkoniyat berib ketyapti, hali to'liq ketgani yo'q. Inverted FV ga bor, ya'ni IFV ga deydi. 4-darsimizda kirib ko'rsanglar bo'ladi. Yo'nalishda bunga ham sell olasizlar. Trendda boshlangan minimumigacha. Pastda juda ham kuchli BPR model qolib ketgan. Tasdiq uchun menimcha juda ham yaxshi oqish bo'lishi kerak. Hozir faqatgina kutishinglar kerak bo'lgan narsa bu tasdiq edi. Hozir 11:33 vaqtimiz. Bemalol ulgursanglar bo'ladi. Kichik selllarni kiritishni boshlash mumkin. Kichkina time frame 1 minut, 5 minutda tasdiq olishga urinib ko'rsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Bozor yana tarpidit deydi, qulashi mumkin. Oltinda ham hozir turgan joydan qulab yuborishga haqqi bor joy, chunki 4 soatlik time frame da juda ham yaxshigina tayyor bo'lib qolgan. Buy order block yorib o'tilgan, chunki bu yaxshigina impuls bilan kelgan. Tasavvur qiling, 4 soatda bozor chiqib boryapti-da, 1 2 3 4 5 20 soat qulab kelyapti. Bu yerda selchilarda o'rni juda ham katta. Yo'q, men bu yerdan kirmoqchi emasman deganlar uchun yana bitta entry berib turibdi bozor. Bu yana inverted FV ga qo'shimcha tasdiq sifatida foydalanaman deganligi. O'shanda ham baribir sell ga analiz izlaylar. Ikkita entry bor. Hozirgi joyidan ham sell qulash ehtimoli juda ham baland. To'liq kutaman deganlarga inverted FV gadan. Bunda men signal kanaliga alohida signal berib, entryda model bilan kesa beraman. Hozirgi joyida ham yana sell bor, esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, xulosa umumiy oltin uchun ham sellda, euro dollar, funt dollar uchun ham sell ga juda ham oqish uzoq vaqt bo'lish oldida turibdi. Xo'p, inverted FV gadan ham yana sell bor. Oltinni ko'rib o'tdik, funt dollarni ko'rib o'tdik. Endi euro dollarda qisman ko'rib o'tadigan. Deyarli bir xil strukturada turibdi. Xo'p, avvalgi analizimizda bitta shpilka kiritib, yana oqib tushib ketgan joyi bor. Bu o'tgan adashmasam jonli darsda qilganmiz bu analizni. 23 pipsdan keyin to'liq kechqurun stop yetishga qulagan. Xo'p, yana nimadir agar fikringlar bo'lsa, qaysidir kotirovkani qo'shimcha analiz qiling desanglar, aytaylik aksiyami, Nasdaq yoki boshqa kompaniya aksiyalari ko'rib o'tamiz. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Pastda kerakli brokerlarning linkini qoldiraman. Yana broker bilan ham muammolar bo'lsa, pul yechishda, to'ldirishda yoki pulinglar muzlab qolgan bo'lsa ham albatta qo'limdan kelgancha o'zim qiynalib o'rganganim uchun sizlarga shu muammo bo'lmasligi uchun albatta yordam beraman. Pastda nickname'larni qoldirdim, o'tib yozinglar. Registratsiya, pul yechish, pul to'ldirish hammasida support qilib beraman. Bu bo'yicha umuman muammo bo'lishi mumkin emas. Kuningiz yaxshi o'tsin, hafta hammaga omadli kelsin.